Muborak biznesga kelganmiz. Endi toshlarda bitta tosh bor ekan. Tapchkani ustiga tosh terilar ekan. 500 xildan oshiq toshi bor ekan. Bular primo Xitoydan o'zlariga kelar ekan mana. Qarang, bu jenskiy tapchkalar ustali yaltiroq bo'ladi-yu. O'sha mashetdan chiqar ekan mana. Buni qarang, toshni maydaligini simidan ekan bor-u. Eng qizig'i o'zlarining dizaynerlari bor ekan. Mana yerda dizayn zarur bo'lsa ham dizayn qilib berishar ekan. Toshni keyin bunday qilib lazerda kesib, tayyorlab, toshni yopishtirib, mana shunaqa qilib tayyor holatda ham yetkazib berishadi. Kosiblarga bu yerda assortiment bor ekan. Bundan tashqari yana padojdan ham endi mana shu toshga ko'proq bunaqa fokusni qaratamiz. Sababi arzonroq ekan, optimroq ekan. Buni endi kosibchilar biladi. Kosibchilarga jo'natsangiz bo'ladi. Lokatsiyamiz do'kondan chiqib 10 tomonga yursangiz, Oqsuv svetoforga borib, chapga yursangiz Langardi yo'liga ketasiz. Muborak biznesga kelganmiz, nomer qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hozir orqada ham ishlashyapti ekan. Bu yerda dizayn akalarimiz ham bor. Dizaynchi. Bu yerda mana tayyor toshlar bor ekan. Mana bu toshlar ham bor. Bu menga o'xshar ekan-da, mashinaga o'xshagan bosilar ekan. Mana sariq, sariq. Mana yerda kattalar ham. Xullas assortiment serob. Mana bu narsalarimiz ham bor. Bu nimaga bosilar aka? Bu ham tapchkaganmi? Katta ekan-a bu-chi? Kattaroq tapchka. Kuzga. Mana shunaqalar, mana bunaqalari ham bosiladi. Xullas, liboy assortiment dizayn mana shu yerda ekan. Telefon qilsalaring, podrobniy tushuntirishadi.